jug'ildab ketmak. Voy, men tünegün bir qadimiy kitobni o'qib o'tib, tenim shundoq jug'ildab ketdi desa. Nima deding? Demakchi bu hollaringni men faqat tushunamadim. Ista, nima desam tushunmaydi ekansan. Teni jug'ildab ketish degan bir idiom. Shundoqmi? Amsa, buning ma'nosini menga so'zlab ber-a? Bu hikoya G'arbi Xan sulolasining podshohi Xanvudi zamonasida yuz bergan bo'lib, Yezong ismli bir kishi o'tgan ekan. Uning Yeshun ismli bir otasi bo'lib tevib ekan. Men Validaxonning kesilini saqaytgan. Shunga u menga bak amroq. Enim Yezongmi Xanvudining ishonchisiga erishgan. Men kichkina kent amaldorligidan o'stirilib, Chang'an shahrining ombuli bo'ldim. Yezong Chang'an shahridagi fuqarolarning ko'ngliga yiqib qoldi. Ombulimiz Yezong haqiqatan odil kishi ekan. Qonun ijro qilishda hech kimga yuz xatir qilmaydi ekan. Puldor amaldorlarning tishiga tegib qo'yishdimi qo'rqmaydi ekan. Shu emasmi? Hozir shahrimizning ijtimoiy tartibi nihoyat yaxshi. Yaxshi. Bundaq talant egisini qadrlashimiz kerak. Bundaq bo'lsin, uni Nanyang shahrining valisi qilib tayinlayman. Ayni chog'da Nanyang shahrida chegara bejig'i mas'ul Ningchang ismli bir kishi bo'lib, u bakmu rahimsiz ekan. Men huquqimga tayinib xohlagancha zo'rlik zo'mbo'lik qilib, fuqarolarni emas, hatto amaldorlarni men bilan qarshilashga jur'at qilolmaydigan qilib edaman. Men boshqalarning mendan qo'rqishini bakmu yaxshi ko'raman. Ningchangni mansabga tayinlasa, bo'rini bir to'p qo'yni boshqarishga qo'ygandek ish bo'lmamdi. Anlasam, Yezong deydigan bir ablah Nanyangning valisi bo'lamish. Yezong vazifaga o'ltirgan kuni Ningchang oilasidagi cho'ng-kichik hammasini boshlab kelib, saxtalarcha uningga hurmat bildirgan qiyofatda ta'zim qilib turishibdi. Yezong uning bundoq qilishdagi maqsadini bilgachga uningga pisand qilmabdi. Kelinglar, chapsan berib Ningchangning jamoatchiliklardan jinoyat sodir qilganlar bo'lsa, hammani o'ldiraytinglar. Nima dedingiz? Menmi jazolandim ekanman? Ayni chaqda mushundoq bo'layvergachga mashhur Fu qavmi qo'rqib Nanyangdan qochib ketgan. Jinoyat o'tkazganlar chuqur jazolanish kerak. Zindondagi 200 ko'p jinoyat eg'ir jinoyatchilarga o'lim jazosi berilsin. Ularning oilasidagilarni tutib kelinglar. Har qanday odamning u jinoyatchilarni oqlayman deyishi uxlab tushi. Bo'lmasa ularning kallasi elindi. Yezongning bunday qilishi muvofiq bo'lmabdi. Garchi u qonunni qattiq ijro qilgan bo'lsa-mu, lekin uning qilmishi xohlagancha odam o'ldirish jinoyati bo'lib hisoblanadi. Garchi havo sovuq bo'lmasa-mu, biroq bu yerdagi kishilar qo'rqqanidan to'xtamay titraydi. Teni jug'ildab ketmak degan bu ibora mana mushuningdan kelgan.